Assalomu alaykum pazandalarim. Bugun hammani uydan topiladigan mahsulotlardan osongina, oddiygina o'zimizni finchuza salatlarini tayyorlab olamiz. Barchangiz kanalimga xush kelibsiz. Har doimgidek ishimizni mehribon va rahmdil Alloh nomi bilan boshlab, finchuzalarimizni idishimizga solib olamiz. Ya'ni quruq finchuzalarimizni kattaroq idishga solib, ustiga qaynoqqina suvni quyib qo'yamiz. Ustini yopib, 20 daqiqaga bir chetga olib qo'yamiz. Finchuzalarimiz yaxshigina yumshaguncha biz barcha mahsulotlarni tayyorlab olamiz. 3 dona qizil sabzi kerak bo'ladi va buni xuddi shunaqa qilib qirg'ichdan o'tkazib olamiz. 2 dona botiringni ham mayinroq qilib, kaltaroq qilib to'g'rab olamiz. Juda ham yirik qilib yubormaymiz finchuza salatlari uchun. Bodringlarni tayyorlab oldik. Endi 2 yoki 3 dona qizil bulg'or qalampirni ham to'g'rab olamiz. Xuddi shunaqa uzuncha qilib to'g'rab olamiz. Keyin esa 2 dona kattaroq piyozni ham parra-parra qilib to'g'rab olamiz. Juda ham mayin qilib yubormaymiz, yirikroq qilib to'g'raymiz. Go'shtdan foydalanamiz. 300 gramm mol go'shti. Salatlar uchun har doim mol go'shtini lahm joyidan foydalansangiz, albatta juda ham barakotli bo'ladi. Go'shtni ham xuddi shunaqa qilib uzun-uzun qilib to'g'rab olamiz va uni qovurib olishga jo'natamiz. Qizib turgan qozonchamizga bir osh cho'michda oddiygina o'simlik yog'ini solamiz, ya'ni hidsiz o'simlik yog'i va go'shtimizni solamiz. Albatta chiroyli qilib qovurib olamiz. 10-12 daqiqa davomida qovurilishi kerak. Go'shtni qozonga tashlaganimizdan so'ng suvlari tepaga chiqib qoladi va mana shu suvlarni tortgandan so'ng mana tagida yog'ini o'zi qoladi. Shunda tayyor bo'lgan bo'ladi. Go'shtlarni alohida qilib sizib olamiz. Ozginagina tuz soldim va qizil qalampir soldim. Go'shtimiz tayyor bo'lgandan so'ng alohida qilib ajratib oladigan bo'lsak, go'shtlarimiz salatning ichida dona-dona bo'lib ko'rinib turadi. Agar piyoz bilan birgalikda qovurib, ya'ni piyozni go'shtning ustidan solib yuboradigan bo'lsak, piyozni ham seli chiqib, go'shtimiz yopishqoqroq bo'lib qoladi. Endi esa go'shtni qovurib olgan yog'imizga piyozni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Juda ham kuyib ketmasin. Yumshatib olsak bo'ldi. Biz bilan birga bo'lib O'zbek Qaynona TV kanalini kuzatib borayotganingiz uchun sizlardan juda ham minnatdorman va sizlarga har doim tashakkurlar izhor etib qolaman. O'zingizni fikrlaringiz bo'lsa, bemalol kommentariy orqali izohlarda qoldirishingiz mumkin va yangi kelgan mehmonlar bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddaman. Piyozlarimizni 5-6 minut qovurib olganimizdan so'ng shirin bulg'or qalampirni ham solib 1-2 aylantirib yuboramiz va sabzini solamiz. Sabzini ham juda ham ko'p, uzoq muddat qovurmaymiz. 2-3 daqiqa aylantirib, ustini qozonimizni qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Tuz solamiz va unga xohlagan ziravorlardan foydalanib solishingiz mumkin. Men qora murch soldim va oddiy shirin paprikadan soldim. Faqat timen, ya'ni zira mahsulotidan foydalanmaymiz. Ushbu ziravor ta'mini buzib qo'yishi mumkin. Endi esa yumshab qolgan finchuzalarimizni issiq suvni to'kib yuboramiz va muzdekkina suvda 1-2 marotaba chayib yuboramiz. Keyin esa mana shunday kattaroq idishga solamiz. Finchuza xamirimizni ustidan 1-2 osh qoshiqda soya sous va mana shunaqa salatlar uchun maxsus ketchuplar bo'ladi. Mana shundan ham 2-3 qoshiqda solib yubordim. Tuz solaman va qora murch, koriander, xohlagan ziravorlardan foydalansangiz bo'ladi. Ta'mi juda ham mazali bo'lishlik uchun achchiq qalampir ham soldim. Finchuzalarimizni ziravorlarga to'yintirib, xuddi shunaqa qilib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin esa tayyorlab olgan masalliqlarimizni birin-ketinlikda finchuzani ustiga solib chiqamiz. Bodring soldim va qovurilgan sabzi, piyoz, bulg'or qalampirini yog'lari bilan quyib yuboramiz. Yarim bog' ukrop, yarim bog' kashnishdan foydalandim. Mayda qilib to'g'rab yuboramiz va qovurib olingan go'shtni ham solamiz.
Endi bir choy qoshiqda salat tuzi solamiz. Ko'pchilik ushbu Xitoy tuzini iste'mol qilmaydi, lekin ushbu salatimiz uchun albatta solishimiz shart. Ta'mi juda ham boshqacha bo'ladi. Chesnokdan foydalandim. 2-3 donacha. Uni ham qirg'ichdan o'tkazib yuboramiz yoki pressdan chiqarib yuboramiz. Bir choy qoshiqda uksus soldim. Uksusni salatlar uchun 10% uksusdan foydalanamiz. Juda ham baland foizli uksuslar salatimizni nardon qilib yuboradi. Va yana avvaldan aytganimdek, mana shu ketchupli, soyali sousimizni ham solamiz va barchasini birgalikda aralashtiramiz masalliqlarimizni. Agar siz iste'mol qilishga osonroq bo'lishini xohlasangiz, fincho'zalarni 2-3 bo'lakka bo'lib yuborishingiz mumkin. Ya'ni masalliqlarni solmasdan turib, men mana shu holatda tayyorladim. Dasturxonda juda ham chiroyli turadi. Salatimizni aralashtirib oldik. Juda ham go'zal, juda ham mazali bo'lib chiqdi. Albatta ushbu salatimizga hech qaysi salatlar yetmaydi, chunki fincho'za salat bizni bolaligimizdan tayyorlanib keladigan salatlardan. Albatta bolaligimizni, yoshligimizni eslatuvchi salat hisoblanadi. Shuning uchun har doim biz mana shu salatni juda ham ko'p xonadonimizda tayyorlab iste'mol qilamiz. Salatimiz juda ham go'zal va mazali bo'lib chiqdi. Siz ham unutib qo'ymadingiz ushbu salatni degan umiddaman. Hozir yangicha zamonaviy salatlarimiz juda ham ko'payib ketgan. Barchaga rahmatlar aytib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat va bizni kuzatib turganingiz uchun, ushbu video retseptimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlardan minnatdorman. Allohga omonat bo'ling, ko'rishguncha.